Assalomu alaykum. Tuzukmisizlar, yaxshimisizlar? Demak, darslarimizni davom ettiramiz. Bugungi kungacha bo'lgan darslarimizda, demak, jadvallarni, ular ichidagi, demak, ma'lumotlarni ko'rib chiqqandik. Demak, qatorlarimizni biza ma'lum bir kriteriyalar bo'yicha filtrlashni yoki qaysidir qatori, qaysidir ustunni noyob qiymatlarini distinkt orqali topishlarni ko'rib chiqqandik. Bugungi darsimizda bo'lsa, demak, biznes uchun qiziq bo'lgan agregatsiya funksiyalarini o'tamiz. Ya'ni jadvallarimizdagi qatorlarni demak, umumlashtirib beruvchi, demak, agregatsiya qilib beruvchi qiymatlarni, funksiyalarni ko'rib chiqamiz. Biznes uchun eng qiziq bo'ladigan tomonlari ham aslida shunaqa. Misol uchun, bizada qancha demak, xaridor bor, qancha demak bizada tushum bo'ldi, qancha foyda bo'ldi yoki qancha zarar bo'ldi, qancha mahsulotimiz qolgan, shunaqa kabi demak ma'lumotlar qiziq hisoblanadi. Bugungi darsimizda demak shu ma'lumotlarga kirish bo'lib o'tarkan. Demak, agregatsiya funksiyalari sifatida 5 ta funksiyamiz mavjud. Demak, count, sum, average, minimum va maksimum. Xo'p, birinchisi bilan darslarimiz davomida ko'rib chiqdinglar. Demak, umumiy jadvalimizda qancha qator borligini ko'rish uchun count so'zini bir necha marta o'tib chiqdik. Demak, bosqichma-bosqich, demak, hozir barchasini demak ko'rib chiqamiz qanaqa ishlatilishini. Xo'p. Keling, jadvallarimizdan boshlaymiz. Xo'p, bizda birinchi o'tadigan demak funksiyamiz count bo'ladigan bo'lsa, count qilib yulduzcha bosamiz. From demak customer degan tablitsani olaylik. Xo'p, select count from customers. Demak, countda demak house'larning ichiga yulduzcha qo'ydim. Bu demak customer tablitsadagi demak barcha qiymatlarni demak nechta qator borligini ko'rsatib beradi. Xo'p, buni oldin ko'rib chiqqandik. Demak, 59 ta qiymat bor edi. Demak, table qo'yamiz. Demak, customer o'zini ko'radigan bo'lsak, select all from customers. Xo'p, 59 ta qiymatimiz bor ekan. Demak, 59 ta bizning xaridorlarimiz mavjud. Demak, ular haqida ma'lumotlar: ismi, sharifi, qaysi kompaniyada ishlashi, demak, ularning adreslari, davlatlari haqida, demak, 59 ta xaridorlarimiz haqida ma'lumotlar mavjud bo'ladigan bo'lsa, e'tibor bergan bo'lsanglar, demak, birinchisida biza count keling, mana shuni qaytadan yozing. Select count yulduzcha dedim from customer degan tablitsadan. Xo'p. Bu demak customer degan tabletsadagi barcha demak qatorlarni sonini chiqarib beradi. Endi aytaylik, menga qiziqki, ularni demak qanchasida fax borligi qiziq bo'ladigan bo'lsa, aynan 59 ta demak xaridorlarimdan qanchasida fax borligini qiziq bo'ladigan bo'lsa, yulduzchani o'rniga demak o'sha ustunimizning nomini yozib chiqamiz. Fax demak ustuni, demak 12 ta 59 tadan bizda demak 12 ta xaridorlarimizda demak bizda fax mavjud ekan. Xo'p, farqi demak yulduzcha bilan demak ma'lum bir ustunni o'zini nomini yozib chiqishi farqi. Demak, qaysidir ma'lum ustunni agar yozadigan bo'lsak, aynan o'sha ustundagi umumiy demak mavjud bo'lgan qiymatlarni sonini chiqazib beradi. Bizda hozir faqat 12 tagina xaridorimizda fax mavjud ekan. Mana bu orasidagi bo'sh qiymatlar bizda demak SQLda null deb aytiladi. Null ya'ni hech qanaqa qiymat mavjud emas. Nullarni hisobga olmaydi-da, faqat demak ma'lumotlar bor joyini bizga qiymatini qaytarar ekan. Xo'p. Shunaqangi bizda keyin yana qulaylik borki, alias degan narsa bor.
demak, hozirgi so'rovimizni qaytaradigan bo'lsak, as qilamiz. Demak, bu nima? Demak, bizda chiqadigan natijani mana bunaqa ko'rinishda emas. Demak, mana bu count fax qiymatni, demak, customers with fax degan, demak, ustun ko'rinishda bizda chiqazib beradi. Bu endi bizga so'rov keldiki, bizga ma'lumot chiqazib bergan barcha, demak, xaridorlarimiz qiymati va ularning ichida, demak, qancha xaridorimizda, demak, fax borligi haqida ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, xuddi shu so'rovimizni, demak, as yordamida qulay tartibda ishlashimiz mumkin ekan. Demak, select qilamiz. Demak, count all, demak, as deymiz, yana as alias ishlatamiz. Demak, barcha xaridorlar va ikkinchi ustunimiz uchun esa count fax, demak, ustunidan, demak, as deymiz, fax, demak, mavjudi. From deymiz, yana so'rovimizni yakunlaymiz. From, demak, customers tablitsasidan, demak, chiqazib bergin desa, demak, as aliasi mana shu yerda, demak, kerak bo'ladi. Demak, barcha xaridorlarimiz bizda 59 ta ekan. Demak, fax mavjud xaridorlar bo'lsa, demak, 12 ta ekan. Endi bizga aytish mumkinki, shunaqa bizga jadval kerakki, barcha xaridorlar emas, balkim faqat Amerika Qo'shma Shtatlaridagi xaridorlar, umumiy xaridorlar soni va Amerika Qo'shma Shtatlaridagi faksi mavjud bo'lgan xaridorlar, demak, haqida ma'lumot kerak bo'ladi deydigan bo'lsa, xuddi shu so'rovimiz, faqat endi oldingi safargi darslarimizda o'tganimiz filtrlash tugmasida where filtr yordamida, demak, country equal to qilib chiqazib beradigan bo'lsak, demak, Amerika Qo'shma Shtatlaridan umumiy 13 ta xaridorimiz mavjud ekan va ularni faqat 4 donasidan bizada fax mavjud ekan. Buni haqiqatdan ko'rish uchun, demak, bizada umumlashtirib bergan tablitsadan detalniy tablitsaga, ya'ni batafsil tablitsaga o'tadigan bo'lsak, demak, first name degan ustun bor edi, fax degan ustun bor edi. Shuni o'zini chiqazib beradigan bo'lsak, demak, mana 13 ta qiymat va faqat 4 ta dona xaridorimizda, demak, fax mavjud ekan. Demak, o'tgan safargi so'rovlarimizda o'tganimiz shunaqangiki, demak, bizada umumiy qancha davlatdan xaridorlarimiz bor degan so'rov bor edi. Esingizda bo'lsa, demak, biz uni qanaqa qilib ishladik? Demak, customer tablitsamizda bizada country degan, demak, ustun bor edi. Demak, country filtrni o'chirib tashlaymiz. Va bu yerda 59 ta ustun, demak, bir qancha davlatlar bir necha marta, demak, takrorlangan. Braziliya, Kanada, Amerika Qo'shma Shtatlari, Portugaliya, Germaniya degan davlatlar bir qancha bor takrorlangan va biz, demak, yordamga distinct so'zini demak, distinct so'zini ishlatgandik, demak, noyob qiymatlarnikini qaytaradi. Endi umumiy sonini hisoblash uchun esa, demak, xuddi shunaqa count olamiz va mana shu distinct countryni faqat qo'zga olib qo'yadigan bo'lsak, as, demak, xaridorlarimiz mavjud davlatlar deydigan bo'lsak, demak, xaridorlarimiz mavjud davlatlar bizda 24 ta ekan, noyob davlatlar. Xo'p, bu count haqida, demak, qisqacha edi. Endi keyingi, demak, agregatsiya funksiyalarimizga o'tamiz. Endi bizda count
funksiyasi bizada qancha demak sonini ko'rsatadigan bo'lsa, sum funksiyamiz bor. U faqat demak raqamli ustunlar bilan ishlaydigan bo'lib, u demak ularni yig'indisi qanchaligini chiqarib beradigan tablitsa ekan. Demak, misollar tariqasida, demak sumga hozir misollar tariqasida ko'rsatadigan bo'lsak, tablesda demak hop tables demak bizada invoices degan demak jadvalimiz bor va bizga tanish bo'lgan tracks degan jadvalimiz bor. Bular demak raqamli qiymatlarni o'zida demak tashkil etar ekan. Demak from deymiz. Demak bizga tanish bo'lgan track tablitsamizni olamiz. Hozircha from tracks degan limit qilaylik. Tracklar ko'pida 10 tasini chiqazib olamiz. Boshiga 10 ta demak jadvalni chiqazib olamiz. Bizada hop demak milliseconds, bytes va unit price degan demak raqamlardan tashkil topgan demak ustunlarimiz mavjud ekan. Bularni demak biznes uchun kerakli bo'lgan demak ma'lumotlarni chiqarishni boshlaymiz. Mana shu demak tracks degan tablitsamizdagi barcha qo'shiqlarni narxi qancha bo'ladi agar xaridor kelsada yoki menejerimiz kelsada bilmoqchi bo'lsa, buni aniqlash uchun demak select qilar ekanmiz. Select demak tozalab olaylik. Demak bizga sxemasi kerak. Schema tracks demak select sum xuddi shunaqa countga o'xshab from demak tracks faqat countdan farqli ravishda bizada demak sumda yulduzchani o'zini ko'rsatmaymiz, balkim demak qaysi ustundagi qiymatlarni yig'indisini olmoqchimiz. Demak unit price degan ustundagi qiymatlarni olmoqchimiz. Shuni yozib ketamiz housening ichiga. Demak unit price ni yozib ketamiz va bu yerda ham xuddi shunaqa countga o'xshab as aliasdan ishlatsak, demak total sum deb chiqarib beramiz. Demak barcha albom treklarni demak summasi bizada 3680.97 demak birlikda ekan. Dollar bo'ladimi, yevro bo'ladimi, buni ahamiyati yo'q. Umumiy demak treklarning summasi bizada 3680 ta ekan. Endi xo'p, bizada qancha track bor va ularning umumiy summasi bizada qanchaligini demak ko'rib chiqaylik. Keling. Hozir demak shu 3680 ta 80.97 demak nechta trackka demak summasiligini ko'rib chiqish uchun demak select qilamiz. Demak count deymiz, all deymiz. Demak barcha tracklarning qiymati as tracks count deymiz va virgul bilan ikkinchi ustunimiz demak sum qilamiz va unit price as total sum deymiz va yana bitta qo'shimcha bizga ustun kerak deylik. Umumiy bularni demak uzunligi qiymati demak necha sekunddan iborat. Bu yerda millisekund bergan, bizda sekundga aylantirib olamiz. Demak xuddi shunaqa yana sum ishlatamiz. Umumiy demak uzunligi bizada demak milliseconds bo'lingan demak agar mingga bo'lsak sekundga aylantiramiz va demak 1 minutimiz 60 sekund bo'ladigan bo'lsa 60 ni mingga ko'paytirishimiz kerak. Demak 60 mingga bo'lib yuboramiz. As total deylik. From deymiz va so'rovimizni yakunlaymiz. Track degan jadvalimizdan. Xo'p.
xato yozamiz so'rovni. Mana demak track count demak 3503 ta qo'shiq. Demak ularning umumiy summasi 3680 va ularning umumiy demak uzunligi demak butun qo'shiqlarni eshitib chiqish uchun demak bizga 22974 demak bizada minut kerak bo'lar ekan. Sum bo'yicha kelaylik. Demak qo'shimcha jadvalimizga qarab chiqaylik yana. Qo'shimcha jadvallar bizada invoices degan jadvalda ham demak raqamli qiymatlar mavjud. Select deymiz. All from invoices limit qilamiz 5 ta. Hop, raqamli qiymatlar demak invoice total qiymati mavjud. Billing postal code bu raqamli qiymat emas. Customer ID demak bu boshqa. Summarniy demak sum ishlatadigan qiymatimiz demak total ekan. Hop, demak umumiy bizada invoicelar soni, ya'ni demak cheklar soni aytaylik qancha va umumiy tushum qancha bo'lganini topmoqchimiz. Demak, buning uchun so'rov yozib chiqamiz. Select deymiz. Sum demak total olamiz. Is total invoice va demak aytaylik umumiy bizada invoicelarning soni qancha? Demak count qilamiz. Demak all from invoice degan tabletsamizdan invoices degan jadvalimizdan is total demak umumiy demak invoicelarimiz 412 ta ekan va ularni demak summasi bo'lsa 2328.61 ekan. Hop. Aytaylik mana bizada invoicelarni agar qaraydigan bo'lsak, $1 bor, $3 bor, $5, $13 demak aytaylik $10 oshiq demak bizada invoicelarni soni nechta va ular nech pul bizga pul olib kelgan deb yana filtr beradigan bo'lsak, word so'zini ishlatamiz va total katta deymiz 10 dan, ya'ni $10 katta bo'lgan buyurtmalari soni qancha va ular bizada nech pul olib kelgan kassamizga. Demak, ularning soni 64 ta ekan va 942.32 dollar 942.32 dollar bizga demak kassamizga pul olib kelgan ekan katta summadagi invoicelar. Agar 1 va 5 bilan demak 1 va 5 dollar orasidagi invoicelar sonini agar hisoblaydigan bo'lsak, endi total deymiz, kichkina 5 qancha olib kelgan ekan? 178 ta ekan va ular bizga $476 bizga olib kelgan ekan. E'tiboringlarni qaratmoqchi bo'lgan narsam, demak bitta boshida o'tib ketganim, demak bizada count qiymatlarni demak umumiy sonini hisoblasa, sum ularni demak yig'indisini hisoblaydi. Ustundagi demak qiymatlarni yig'indisini hisoblaydi. Sum faqat raqamli ustunligigina amal qiladi va sum ham xuddi countga o'xshab nol qiymatlarni, ya'ni bo'sh demak kataklarimizni o'tkazib yuboradi. Faqat mavjud kataklardagi qiymatlarni yig'indisini hisoblab beradi. Endi aytaylik biznesimiz uchun demak bizga qiziqki, biz hozir birinchi mana bu so'rovimiz yordamida demak hech qanaqa filtrsiz umumiy bizada buyurtmalar soni invoicelar 412 ta va umumiy summasini ko'rdik va 412 ta buyurtmani demak bizada aytaylik o'rtacha qiymati, demak har bitta buyurtmani o'rtacha qiymati qancha deydigan bo'lsak, hop, buning uchun biza
matematik funksiya bilan demak nima qilish kerak? Average demak umumiy summaga umumiy sonni bo'lib yuborishimiz kerak, lekin bu yerda matematik amal bajarib o'tirishimizning hojati yo'q, chunki average degan keyingi funksiyamiz bor. Bu bo'lsa average demak average da ham uzr all qilmaymiz, chunki u ham average ham faqatgina demak sonli qiymatlarni, sonli ustunlarni sonli qiymatli mavjud bo'lgan ustunlarnigina oladi. Demak average biz ham totaldagi demak qiymatlarni olib s demak s yordamida average income qilsak per demak track per invoice, chunki bitta invoice da bitta track emas, bir qancha tracklarni sotib olgan bo'lishi mumkin. Demak har bitta сделкamiz, har bitta demak shartnomamiz o'rta hisobda 565 demak dollardan aylangan ekan. Xo'p, hozir aytganim demak 565 va matematik hisob kitobida ko'rib demak sum total bu bizada o'zi demak mavjud bo'lgan average degan funksiya bo'lsa, endi qo'lda yozib chiqamiz. Demak enter bosamiz, sum total bo'lingan bizada count bo'lardi, to'g'rimi? Count demak totalni yulduzcha qo'yamizmi, buni ahamiyati yo'q. Chunki umumiy demak invoicelarning soni anaqa yulduzcha qo'ysak ham va total o'zini ko'rsatsak ham 412 chiqishi kerak. As demak bo'lish orqali deylik. From deymiz. Invoice bir xil qiymat chiqdi. Endi bizga qiziq bo'lishi mumkin, invoicelarimiz ichida maksimalniy nechi pul invoice bo'lgan va minimalniy nechi pul invoice bo'lgan deydigan bo'lsak, demak biza darsi boshida ko'rib chiqqanimiz min va max degan funksiyalarimizni ko'rib chiqishimiz mumkin ekan. Demak so'rovimizni qaytadan yozib chiqamiz. Demak bu yerda enter bosamiz va demak max deymiz. Total bu ham xuddi shunaqa sum demak average ga o'xshab faqatgina raqamli qiymatlar mavjud bo'lgan ustunlarni oladi. As invoice va minimalniy invoice topamiz. Min totalda as deymiz, min invoice. Bu demak from invoice tabletsamizdan invoices. Demak maksimalniy invoiceimiz bizda 25 dollardan oshiq bo'lgan demak сделка bo'lgan ekan va minimalniysi bizda 0.99 lik xarid bo'lgan ekan. Bu yerda max va minlarni demak invoicelar bo'yicha ko'rgan bo'lsak, demak cheklar bo'yicha ko'radigan bo'lsak, demak bu raqamli qiymatlarimiz demak tracks degan tabletsamizda ham bor edi. Demak schema deymiz. Tracks qilsak, demak select qilamiz. Xo'p, endi bizga hozir bundan oldingi ko'rganimizda demak invoice tabletsani demak agregatsiya qilib demak jamlashtirib bergandik. Demak umumiy 412 ta bizda invoice bor. Umumiy ularni demak summasi demak qilingan xaridlar 2328 dollar. O'rtacha bizda har bitta xaridimiz 5 dollardan
Demak, maksimalniy xaridimiz $25, eng yuqori xaridimiz va eng kam xaridimiz 0.99 edi. Endi xuddi shunaqa jadvalda aytaylik, nimaga chiqarib beramiz? Xo'p, track degan tabletsamizga chiqarib beramiz. Demak, select count deymiz. All sec is demak total tracks umumiy qo'shiqlar. Xo'p, endi ularni biz demak sum qilamiz. Unit price as deymiz. Demak total sum deymiz. Demak o'rta qiymati, average har bitta qo'shiq o'rta qiymati, unit price hop, bizada as average unit price qilamiz va maksimalnisi kelaylik, keyingi qatordan yozamiz. Maksimalnisi demak unit price demak as max unit price va minimalniy unit price'imiz demak hozir unit price yana bitta narsa kelib qoldi xayolimga. Xo'p, va nechta bizada o'zi umuman summa bor deydigan nima ham kerak bizaga? Umumiy nechta qiymat bor? Demak, Trax'da agar e'tibor bergan bo'lsanglar, ikkita qiymat bor edi, 0.99 va 1.99 lik demak qiymatlar bor edi. Demak, countimiz bizada hop, distinct qilamiz. Ya'ni noyob qiymatlarni chiqarishda distinct. Demak, unit price va menimcha bo'ldi. From tracks tabletsadan va enter bossak, demak umumiy 3503 ta track bor. Ularning umumiy summasi $3680 dan yuqori. Demak, o'rtacha demak har bitta qo'shiqqa summasi $1.05. Maksimalniy demak $1.99 bitta trackka demak narxi, minimalisi 0.99 va ikkita dona demak qiymat bor ekan unit price'da 1.99, 0.99. Endi hop, bizaga demak invoice tablitsasida necha xil demak buyurtmalar bo'lgan, necha xil summadagi buyurtmalar bo'lgan. Umumiy soni 412 ta bo'ladigan bo'lsa, demak buyurtmalarni narxlari demak 412 tami har xil narxlarda bo'lganmi yoki demak turli narxlarda bo'lganmi, shuni topib ko'ramiz. Mana bu so'rovimiz edi. Mana bu yuqoridagi so'rovni yoniga yana bitta demak noyob qiymatini qo'yib chiqmoqchiman. Totalda demak bizada necha xil demak summada demak xarid bo'lganini olmoqchiman. Count deymiz, distinct total. Demak, total ustunidan noyob qiymatlarni qaytargan menga distinct qilib as deyman. As demak tag as deymiz. Noyob xaridlar desam ham noto'g'ri. Noyob summalar deymanmi? Mana 23 xil bo'lgan ekan. 412 ta invoicedan 23 xili demak bizada noyob hisoblanar ekan. Invoice tablitsani o'zini ko'ramiz. Invoices qilamiz. Hop, customer ID invoice. Hop, mana bir qiziq narsa. Customer ID. Demak, invoice ID, invoice data, billing address.
billing country bizaga aytaylik, mana billing country demak select qilaylik. All from invoices limit qilamiz. Unda va biz aytaylik billing country ni o'zini ko'raylik. Xo'p, tushunarli. Mana davlatlar ro'yxati bor ekan. Demak, to'lov o'tkazgan davlatlar ro'yxati. Bazaga hozir mana mana so'rovimiz butun bitta invoice tablitsasidagi jadvalidagi umumiy qiymatlarni umumlashtirib berdi. Demak, barcha qiymatlarni umumlashtirib berdi. Endi aytaylik bizaga Amerika Qo'shma Shtatlaridan bo'lgan xaridorlarimiz necha pullik demak to'lov amalga oshirishgan, xarid qilishgan. Xo'p, buning uchun demak xuddi shu so'rovimiz, yuqoridagi so'rovimiz, demak umumiy to'lov, mana demak umumiy bizada demak buyurtmalar va ularning umumiy o'rtacha demak narxi berilgan va demak maksimalniy demak xarid, maksimalniy to'lov, eng kam to'lov, demak noyob summa hozir bizga kerak emas, biz aytaylik o'chirib tashlaymiz. Noyob summasi kerak emas. Mana bu nuqta virgul o'chirib turib, demak filtr qo'yamiz. Endi billing country deymiz. Country degan ustun teng bo'lsin Amerika Qo'shma Shtatlariga. Va nuqta virgul bilan so'rovimizni yakunlasak, demak Amerika Qo'shma Shtatlarida umumiy 91 ta demak buyurtma bo'lgan ekan va 523 dollar to'lov amalga oshgan ekan. O'rtacha demak bizada 574, demak maksimalniy 23 dollarlik va minimalniy 0.99 demak dollarlik to'lov amalga oshirilgan ekan. Endi xuddi shuni faqat Germaniyaga qilamiz. Xuddi shu so'rovni qaytaramiz. Demak, Germany qilamiz. Demak, birinchi darslarimizda aytib chiqqandek, demak, SQL tili case sensitive til emas, ya'ni so'rovlarni katta harfda yozasizlarmi, kichkina harfda yozasizlarmi, ixtiyoringlar. Lekin buyruqlarini mana select, from, count, from, demak as, demak order by, word degan buyruqlarni katta harfda yozish kelishilgan. Bitta tomoni faqat tekst ma'lumotlarini, mana bir tirnoq ichida yozilgan ma'lumotlar, u qanaqa yozilgan bo'lsa, xuddi shunaqa bo'lishi kerak. Agar men buni kichkina qilib qo'yadigan bo'lsam, qiymat bermaydi hozir hech qanaqa. 0 ko'rsatyapti. Endi demak tekstlarda e'tibor beramiz. Germany faqat katta harfda yozilganda, bosh harfi mana Germany bo'ladigan bo'lsa, mana Germaniyadan xuddi Amerikaga o'xshab so'rov qiladigan bo'lsak, 20 Amerikada 91 ta bo'lgan bo'lsa, bu yerda 28 ta demak xarid amalga oshirilgan. Umumiy to'lov bizda 156 dollar. O'rtacha to'lov 558 dollar. Amerikadan kamroq ekan. Demak, maksimalniy invoice eng katta to'lov 14.91 va eng kichkinasi 0.99 ekan. Endi bizda davlatlar soni ko'p. 412 ta qat sanadikmi? 412 ta demak invoice bo'ladigan bo'lsa, 412 ta qator davlat sanab chiqilgan va demak umumiy select deymiz. Count distinct demak billing country bo'lsa, umumiy nechta davlatdan demak bizda invoicelar bo'lgan, from deymiz. Invoices umumiy 24 ta davlatdan demak bizga so'rov bo'lgan ekan. Har bitta davlatdan demak mana shunaqa bizda svodniy jadval, har bitta davlat uchun mana shunaqa so'rov chiqarmoqchi bo'lsak, mana bunaqa demak filtrlab chiqamiz. Nima qilamiz?
24 marta xuddi shunaqa so'rov yozib chiqamizmi? Bu 24 marta mana shuni qaytarish qiyinda. Buni yechimi sifatida demak, keyingi darsimizda ko'rib chiqadiganimiz group by degan demak buyruq bor. Buni keyingi darsda ko'rib chiqamiz. Agregatsiya funksiyalari bilan ishlatadigan demak group by degan buyrug'imiz bor ekan. Rahmat e'tiboringiz uchun. Ishga borishimiz kerak. Stop recording.